Uxti. Omon yurib ketyapti lekin. Qo'limiz ham mo'shni. Alabek. Jigarim, sizga bitta mashina bor. Haydab fikringizni aytishingiz kerak. Bilaman, nima mashina? Oldingizga olib borganimda ko'rasiz. Qattasiz? Qo'yludaman filizimda. Bo'ldi, hozir o'taman. Avtodoktordan Qo'yliqdagi filialiga mana keldik, niholisa. Jigarim, men mikrofon sizga. Xo'sh. Xullas, mashinamiz mana mashina SVM G03 modeli bo'ladi, gibrid mashina. Bitta o'zini tutishini, ko'chada, shaharda, probkalarda qanaqa manyorlar qilishini bitta tekshirib bersangiz, ketdi. Uxti. Yaxshi ekan, o'zini zo'r tutib olar ekan, ranniversini. Necha 9 sekundda chiqadi. 9 Yaxshi bergan. sekunddan. 9 sekunddan tezroq chiqadiganga o'xshayapti, chunki sapchishi zo'rda, ham qara. Ha. Uxti. Omon yurib ketyapti lekin. To'rimiz ham mo'shni, men mo'shnisi qoldi, qara. Yaxshi joylarini bitta sanab oramizda, keyin bir ikkita uchta yomon joyini ham yutib qo'yamiz. Boy hozir yangi chiqqan mashinalarni hadovoyini remont qilish kerak. Bunda ham tagishi shunaqa, hadovoyini remont qilmasa bo'lmaydi. Unaqa yumshoq mashina emas ekan, sal ozgina qattiqroqligi bor ekan. Sababi bu Xitoyda ishlab chiqarilganligi uchun Xitoy ko'chalari bilasizlar, tekisda. Bizning ko'chalarda ham bunaqa politsiyskilari bor, mana bunaqa joylar bor. Sekin o'tsa, o'zini yaxshi tutyapti. Benzin rasxodi kam ekan, qizil yonayotibdi, lekin qo'rqmasdan haydab ketdi. Rasxodi kam bo'lganligi hisobiga. 3 ta qator o'rindiqli, orqasi kapitan sideni ekan, orqa tarafi. Oilabop, bola chaqaga, semeyniy offroadga chiqib, yo tog'ga, piknikka chiqishga maza ekan, zo'r mashina ekan. Menga yoqdi, tezligi yoqdi, hop, yurishi yoqdi, ya'ni manevrda, 124 ga o'xshab yotib olar ekan. Orqasi 3 ta kapitanka sidena bilan 3 qatorligi zo'r ekan mashinani. Semenniyligi zo'r ekan, topoliga, piknikka yoki bo'lmasa sayohat, O'zbekistonning o'zini ichida, misol, uzoq safarga chiqmasangiz ham, gibrid zo'r. Rasxodi kam. Avtodoktorning fikrini eshitdinglar o'zingizlar. Tanlov sizlardan. Mana shu mashina edi.